Demak, assalomu alaykum. Hurmatli o'quvchilar, demak, bugungi vazifamiz, o'rganadigan narsamiz kompyuterda fayllar va fayl turlari, fayllar bilan ishlashni o'rgataman. Kompyuterimizda asosiy fayllar mavjud. Asosan bilamiz, matnli eng ko'p fayl turlariga kiradi. Ikkinchisi ovozli, ya'ni yoki bo'lmasa tasvirli. Ikkinchi turi eng ko'pi kompyuterimizdagi bor fayllar turlariga kiradi. Uchinchisi bu kompyuterni ovozli ma'lumotlar turi, video ma'lumotlar turi va exe fayl turlariga kiradi. Fayllar shunday 5ga bo'linadi. Hozir shuni to'lig'icha bortda yozib ko'rsataman. Yozib o'tmaymiz. Keling, men biror bir faylni qidirmoqchiman. Misol uchun text yoki bo'lmasa doc. Eng ko'p fayl turlariga kiradi. Kompyuterimizda saqlaymiz, ishlatamiz, juda ko'p turlari. Text ham eng ko'p hisoblanadi. Yoki bo'lmasam, ikkinchi o'ringa turadigan fayl turlari bular JPEG yoki PNG yo image deglari. JPEG deb bilasizlar. JPEG. Bu rasmlar hisoblanadi. Kompyuterimizda qancha rasm bo'lsa, uni sonini, mana bu yerda soni sanaladi va o'shancha rasmdan chiqarib beradi. Juda ko'p rasm turlari. Yoki bo'lmasam, image degi mavjud. Image degi ham kompyuterda bo'lsa, hammasini chiqarib sanab beradi. Yana PNG bor, to'g'rimi? PNG. Bu ham rasm turlari kiradi. Yoki map yoki bo'lmasam BMP. Bu ham rasm turlari. Bularning hammasi rasmli ma'lumotlar, rasmli fayllar deb ataladi. Fayl turlari, demak, birinchi ochiladi matnli, ikkinchisi tasvirli, uchinchisi exe, to'rtinchisi video fayllar va hokazo boshqalar. Ya'ni musiqa, boshqa fayl turlari. Demak, eng asosiy ana shu 5 ta turga bo'linadi. Fayl turlari kompyuterda ham saqlanganda fayllar guruhlariga bo'linadi. Siz biladigan tasvirlarni ko'rsatdik. Image, JPEG, BMP, bular hammasi tasvirlar. Video fayllarga eng kichigi GIF, misol uchun MP4, misol uchun MPG4 deb ataladi. Bu ham video fayllar mavjud. Yoki bo'lmasam AVI format, 4K formati, HD fayllar. Bular hammasi videoli ma'lumotlar, video fayl ma'lumotlari. Exe formati faqatgina bir xil exe, ya'ni ma'lumotlar, dasturlar hisoblanadi, o'rnatuvchi dastur fayllari. Bularni ko'rsam, o'zi aslida eng ko'pi o'shalar, tip elementlari o'shalarniki hisoblanadi. Programma degan dasturga kiramiz. Uni programmalarimizda shuncha programma turibdi. Bularning hammasi programma ekanligini bildirib turadi. Misol uchun, shu programmada mana biror bir programma Paint dasturi yoki Scratch dasturi yoki Stamina dasturi turibdi. Shuni svoystva qilamiz. Qayerdan bilamiz dastur ekanligini? Svoystva qilgan vaqtimizda svoyствоda приложение bo'ladi va exe tip fayl nomi turgan bo'ladi. Ya'ni приложение deb ataladi. Приложениялар deymiz-ku, telefonlarda ham mavjud. Tip fayl elementi exe deb ataladi. Fayl turi hisoblanadi. Bu o'rnatuvchi dasturlar, ya'ni kompyuterga o'rnatuvchi dasturlar hisoblanadi. Bu dasturlarning fayllari qayerga tushadi? Fayllari mana eta kompyuterga kirib, cdiskga kirib, programma faylsga yoki bo'lmasa programma files x86 formatiga kirsak, x86, x64, x38, 32 degan 3 xil variantda bo'lishi mumkin. 32, 64, 86. Ana shu formatda bo'lishi mumkin. Qaysi formatda turgan bo'lsa ham, shu format ichiga kirsak, mana biz o'rnatgan dasturlar, kompyuterimizda bor dasturlar hammasi mana shunday ko'rinadi. Biror bir dasturning ichiga kirsak, o'rnatilgan dasturning ichki qismlari turadi. Biz kirib borayotgan joy o'zi aslida ana shu yer bo'ladi. Mana bu yerda misol uchun AutoCAD turibdi yoki Adobe misol uchun Autodisk turibdi, Autodiskniki yoki bo'lmasa mana bu yerdan Google bor. Siz Google ga kirmoqchisizlar, mana Google turibdi. Google ni ochgan vaqtlaringizda mana shu yerdagi Google ochilmaydi o'z aslida. Mana bu fayl ichidagi, fayl elementlar ichidagi ma'lumotlar, kodlar, yozilgan kodlar ochiladi.
Mana shu kompyuter ichida dasturi bo'ladi. Telefonda ham xuddi shunday. O'rnatgan vaqtimizda system degan papkasi bo'ladi telefonda. O'sha system papkasining ichida data papka, uning ichida keyin yana alohida har bitta programma uchun papkalar bo'ladi. Ana shu papkalar ichida kirib boradi. Dasturning har qanday ilovasi yoki bo'lmasa ekranida turgan ilovaning ko'rinishi bu yorliqlar deb ataladi. Ana shu yorliqlar orqali mana shu fayllar ichiga murojaat qilamiz. Bu fayllar ichi bizning C diskimizda, misol uchun kompyuterda shunaqa C diski mavjud. Endi C disk deb отдельно ajratiladi. Ajratishga majburmiz. Windows operatsion sistemasida ishlatganda disklarga bo'lib ishlatish kerak. Sababi Windows operatsion tizimini ko'pincha biz probni versiyasidan foydalanamiz. Probni versiyasida dastur tashab yuborish imkoniyati ko'proq. Ya'ni tashab yuborish ehtimoli kattaroq. Ma'lumotlar o'chib ketishi mumkin. Misol uchun men C disk deganim, mana shu ekranning o'zi ham C diskga taalluqli. Ekrandagi ma'lumotlar ham C diskga taalluqli. C diskning o'zini alohida fayllar kengaytmasi mavjud emas yoki bo'lmasa saqlab qolish imkoniyati mavjud emas. Disk saqlab qolmaydi bu ma'lumotlarni. O'zi bilan operatsion tizim bilan birgalikda olib ketadi. D diskda qolgan ma'lumotlar saqlanib qoladi. Qachonki diskda zarar yetgandagina o'chib ketishi mumkin. Bo'lmasa, sistemaga zarar yetsa, endi diskdan ko'ra sistemaga zarar yetish imkoniyati juda ko'p. Ehtimoli ham katta. Virus tushish ehtimoli yoki o'chib ketish ehtimoli yoki biror bir sistemani biror bir faylini yoki dasturchasini o'chirib yuborish orqali ham sistemaga zarar yetkazib qo'yib, fayllarni olib bo'lmaydigan holatga keltirish mumkin. Mana shuning uchun ham C diskdagi ko'pincha disklarni 2 ga yo 3 ga bo'lib qo'yiladi. C disk отдельно, ya'ni alohida Windowslar uchun alohida sistema diski qilib beriladi. Bunda fayllar faqatgina exe fayllar saqlanishini tavsiya qilaman. Sababi Windows uchun faqatgina bitta disk saqlandimi, programma, o'rnatilgan dasturlar, prilojeniya, ilovalar barchasi shuning ichiga saqlanishi qulayroq. Shunda tezroq va aniqroq ishlaydi. O'zini fayllarini ham saqlab boradi. Demak, bizda tushunchamiz bo'yicha exe fayllar bular ilovalar ekan. Ilovalar ana shu exe fayl deb nomlanadi. Birortasini o'rnatmoqchi bo'lsak, ustiga 2 marta bosish orqali, mana scratchda o'rnatib ko'ramiz. Ustiga 2 marta bosamiz. Sinov tugmasini bosamiz. Bo'ldi, o'rnatyapti. Xuddiki Play Marketdan ilovani yuklab olasiz. Hozirgi kunda Play Marketdan yuklab olish imkoniyati bor. Oldinlari u ham skachat qilib Googledan yoki biror bir qidiruv tizimidan sharitdan bir-biriga o'tkazish orqali amalga oshirilardi. Play Market tushunchasi kam edi. Internet bo'lmagan bo'lardi. Ko'pincha internet muammosi bo'lgani uchun o'zimizda ko'pincha 2 port, sharit, Bluetooth orqali programmalarni bir-birimizga o'tkazib foydalanardik. Hozir internetda muammo yo'q. Barcha joyda internet yaxshi ishlaydi, Wi-Fi'lar bor. Shuning uchun biz to'g'ridan-to'g'ri Play Marketdan yuklab olamiz. Kompyuterdagi dasturlarni ham o'zini alohida yuklab olish magazini bor. Play Marketga o'xshagan mana Microsoft Stories degan dasturi bor. Shunday bossak, bu yerda pullik va bepul ilovalar mavjud. Barchasi ko'rinadi, ochiladi buni. Yuklab olmoqchi bo'lsak, yuklab olamiz. Ayrim dasturlarni, misol uchun, topa olmaydigan dasturlarimiz bo'lsa, bu dasturlarni brauzer orqali o'zini saytiga, ijtimoiy tarmog'iga kirib, topib yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Hech qanday qo'rqinchli joyi yo'q, chunki biz ishlatadigan Android telefoni bilan Windows operatsion tizimi bular bitta kompaniya tomonidan ishlab chiqarilgan. Shuning uchun ham bir-biriga juda yaqin va o'xshash. Ikkalasi ham yopiq kodli operatsion sistema, dasturiy ta'minot deb ataladi, operatsion sistema. Endi boshqa operatsion tizimlar ham bor. Windowsda o'rganganimiz uchun Windows tushunchasini beraman. Biror bir dastur endi kerak bo'lmay qoldi. O'shanda kompyuterimiz qotyapti yoki setda ko'rmayapti yo dasturlar ko'rinmayapti. Unda qanday bajaramiz? Prilojenalarni, sizlarning misollaringizda prilojenalarni qanday o'chirib tashlashimiz mumkin? Buning uchun pusk menyusiga kiramiz. Ya'ni pusk menyusi deb ataladi o'zi aslida. Ko'pincha bayroqcha belgisi, o'zbekchada bayroqcha belgisi deb ham ataladi. Ikkinchi nomi bayroqcha belgisining ustiga bosamiz. Bu yerda nastroyka turibdi. Sizlarga endi oson usulini ko'rsatyapman. Kodlar orqali kirib borsa ham bo'ladi. Nastroykasiga kiramiz. Bu yerdan chap tomondan prilojeniya bo'limiga kirib, mana bu yoqda установление приложения degan bo'lim mavjud. Shunisiga kiramiz.
Bizni kompyuterimizda qanaqangi dastur o'rnatilgan bo'lsa, hammasi mana shu yerda saqlanadi. Hammasi mana shu yerda saqlanib turibdi. Biz keraksizlarini ishlatmayotganimiz, anchadan beri ishlatmayapmiz, shunchaki olib yuribmiz. Bizga kerak bo'lmayapti. O'sha dasturni topib olamiz. Chunki kompyuterimiz svobodni qilib turishimiz kerak. Har doim u xoli bo'lgan, o'zi ishlamayotgan dasturlardan xoli bo'lib turishi kerak. O'shanaqa dasturni qidirib topib olamiz. Agar misol uchun mana disk kerak emasmi? Bo'ldi. Mana bu dastur menga kerak emas misol uchun. Dasturni o'chirish tugmasi uchun mana bu yerga 3 ta nuqtachani ustiga bosaman. Udalit tugmasini bosasiz, o'chib ketishni boshlaydi. Bo'ldi. 5 soniyadan keyin ushbu dastur o'chib ketadi. Misol 5 soniya yoki 6 soniya. Dastur o'chadi. Keyingisi yana biror bir dastur kerak emas. Misol uchun menga Senegat dasturi kerak emas. Bu ekranlarni tasvirga oluvchi dastur. Yo video tasvirga oluvchi. Bosaman, udalit tugmasini bosaman. Udalit qilishni boshlaydi. O'chirishni boshlaydi. Ayrim dasturlar katta hajmli bo'ladi. Bu to'g'ridan-to'g'ri sistemaga bog'langan bo'ladi. Siz o'chirgan vaqtingizda perizagruzka so'raydi kompyuter. Ana shu vaqtlarda qo'rqib o'tirmang, perizagruzka bersangiz o'chib ketadi. Kompyuterdan keyin to'liq o'chadi. Chunki sistema qayta o'zini ishga tushirib olish kerak bo'ladi. U katta dastur bo'ladi. Barcha fayllari qisman ichma-ich joylashganligi uchun perizagruzka so'raydi. Delete file deyapti. O'chiramiz. Mana shu inglizchisida o'chiraymi deyapti. O'chirish tugmasini bosamiz. Dastur o'chib ketdi. Va keyingilari ham xuddi shunday qidirib topasizlar, kerakmaslarini o'chirib chiqasizlar. Demak, darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, uyda o'zlaringiz kompyuterlaringizda ham, xohlasanglar kompyuterlarda o'tirib, bajarib, topshiriqni amalga oshirasiz. Rahmat.